alaykum barcha qadrli qadrdonlarga a'lo kayfiyat hamrohligini tilaymiz va biz yana sayohatdamiz Registon maydonida. Ozgina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bugun men Abdurashid hamda operatorimiz Javonbek Vakibayev bilan birgalikda eng yaxshi lahzalarni sizlarga taqdim etish arafasidamiz. Hozir Registon maydoni 3 ta turga bo'linadi, 3 qismga bo'linadi, ya'ni Ulug'bek madrasasi, Tillakor madrasasi, Sherdor madrasasi. Biz ijodiy jamoamiz birinchi navbatda Ulug'bek madrasasidan boshlaymiz. Qani qismiga ham tashrif buyurdik. Bu yerda turli xil sovg'alar, asosiy atiqalar do'koniga duch keldik. Bemalol qarindosh urug'larga, yaqin insonlarga sovg'a uchun nazarimizdan yaxshi tanlov hammasi shu yerda. Bemalol ko'rsatishlar mumkin buni. Holatni arzon qilib beramiz. Yarashdi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, eng yaxshi sovg'alar hammasi mana shu yerda joylashtirilgan. O'yinchoqlar, qo'g'irchoqlar. Zo'r. Operatorimiz Javonbek Vakibayev. Haqiqiy Xorazm yigiti bo'lib qoldingiz. Mana bu yerda ayollarimiz, ya'ni sharq ayollari uchun ham ajoyib matolardan, nafis matolardan tayyorlangan mana bunday liboslarni ham ko'rishamiz. Oldingi asrlarda, ya'ni 17-asr oladi, 15-asrda, 18-asr, 19-asrgacha qarib Xorazm shohlar davlatida aynan mana shunaqangi liboslardan, bosh kiyim liboslardan foydalanishgan. Issiq ekan to'g'risi, lekin qishki mavsumda juda yaxshi tanlov. Mana biz kechki sayohatimizni davom etyapmiz. Ulug'bek madrasasidan ichki hovlisiga ham kirib keldik. Odam juda ham gavjum, boisi yoz mavsumi bo'lganligi sababli turistlar juda ham ko'p. Hovlisi juda ham kichkina ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana biz Ulug'bek madrasasining ichki hovlisida joylashgan. O'ziga ham kirib kelyapmiz. Bu yerda o'sha davrlarga tegishli bo'lgan asosiy atiqalar, turli xil toshlar, yozuvlar, turli xil buyumlar va kiyim boshlar saqlanadi. Men buni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatiga ko'tarilyapmiz. Mana o'sha davrlarda sinab qo'yilgan, mana shunday qurilgan, ikkita odam nazarimdan sig'may qolishi mumkin. Mana biz ikkinchi qavatiga ham ko'tarilib oldik. Afsuski, yo'laklar juda ham tor, ustiga zinalar juda ham qiya, tikka qilingan. Ikkinchi etaj mana har bir qarang va ko'rsatib. Mana hozir Ulug'bek hovlisini ikkinchi qavatidan, ikkinchi etajdan pastki qismlarni olyapmiz. Juda ham chiroyli manzara. Buni nima deyiladi? Kandakorlik ishi.
narda Sherdor madrasasi qismida, ya'ni hovli qismida, mana bu yerda mana shu tarixiy manbaga tegishli, tarixiy shaxslarga tegishli bo'lgan dubulg'a, himoya vositalari hisoblangan qilichlar, soatga o'xshash kiyimlar mana bu yerda mavjud. Mana biz bugungi sayohatimizni ham yakunladik. Ayni daqiqalarda biz Buxoroga yo'l oldik. Lekin bu sayohatimiz tugadi degani emas. Albatta, Xudo xohlasa biz davom etamiz. Boisi Samarqandga barcha yerdan taklif qilamiz. Yozni agar yaxshi o'tishni, yaxshi yakunlashni xohlasangiz, Registon maydoniga tashrif buyuring. Biz bilan qoling.